Ham hayoting davomida necha pul chiyib olgansan eng ko'pi? 50 ming berishgan. Men senga 200 ming Jasur akamdan deb eslab yurasan. Rahmat akajon. 20 ming bersang ham yetardi. Sen vashcha martaba qilib gapirmada. Unga ko'ra men bilan sabr qil, ertaga sen ham eslab yurasan. Jonim, kartanga 2 million tashlab qo'ydim, kecha ko'rishamiz. Sen shuncha pulni qayerdan olyapsan, Jasur? 2 kunda tugab qolardi-yu, uch tugamayapti, chota. Akam Rossiyadan pul jo'natadilar Mixsend ilovasi orqali. Hozir Rossiyadan turib O'zbekiston Dubbo kartasiga pul jo'natsa bo'ladi. Naqd pul ham yuborsa bo'ladi. Hozir 15-noyabrgacha Mixsend ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborib tursa, Damas yutib olsa ham bo'ladi. Qimmatbaho sovg'alar bilan. Damasni ham o'zim yutib olaman. Ha jonim, yana 500 ming. Buni akasi pulni qayerga sarflayotganini bilsin, ko'ramiz yuboramikin. Shuncha pulni kayfga ishlatib u endi senga pul yo'q. Tirikchiliging o'zi yiqal. Aka! Ukajon, 1 minut. Keling Jasur aka. Kecha chivi ko'p bevoribman-da, o'shani 50 mingni berib tura olasanmi? Ishlatib o'rgandim lekin. Bo'lmasa, mana shu ovqatingni yesam maylimi? Mayli. Rahmat. Sog' qoldim. Ye, gadoy Murod qaytdi-yu.